Doğrusu. Ne? Sekkilenganman. Oxirigacha ishonmadim lekin. Haqiqatan ishonmadim. Lekin bor narsa. Aziz obunachilar, Ulug'bek Ayyumov kanalidan o'rtoqlar, iPhone 17 Pro Max originalni shunchaki qo'lga kiritish istaysizmi? Biz mana kech bo'lishiga qaramasdan yana bir ishtirokchimizni shaxsan o'zimni obunachim bo'ladi. Xursand qilgani kech bo'lishiga qaramasdan ketyapmiz. iPhone 17 Pro Max original telefonni siz ham shunchaki qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, Estar atirlarimizdan 50 dona bor yo'q xarid qilasiz. 50 dona atirda men sizga manzilingizga dasturga jo'nataman va 50 dona ag raqamni qabul qilasiz. Undan tashqari 1 dona iPhone 17 Pro Max bilan sizga sovg'a. Bu o'ynalmaydi. Bu sizga mendan sovg'a bo'ladi. Like'da bo'lsang, kommentariyada izohlarni yozib qo'ying. Hozirroq ag raqamlarni qabul qiling. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi iPhone 17 Pro Max'ni degan keldi. Qandayligi charchamayapsan? Yaxshi xursandman obunachilarimizdan aka. Kimsiz? Meni? Qanday aka? Keldingiz. Charchamang. Qanday? Qayerdan bo'ladi? Yo'q, o'zimizdan aka yaqin bo'lgan uchun telefonda qo'ymadi aka, o'zim boray bo'lmasam keng degani uchun bugun kech bo'lsa mana chaqirdim. Bular o'rtoqlarmi? Ha. Xudo xolasa aka ismingiz nima to'liq tanishtiring. Ismingiz Umayatriston. Akani kim taniydigan bo'lsa, bitta like'lar bosib, kommentariyada yozib qoldiradi bo'lmasa. Rostmi, rostmasmi? Yo'q, bu rost. Chunki ko'p alayindan o'tdi sinovdan. Shaxsan o'zim ishonmagandim bunaqa bo'lishini. Chunki hammada gumon bo'ladi. Lekin qoyil qoldim. Rahmat. Xudo xolasa bu o'rtoqlar, men aytganman iPhone 17 Pro Max original dedim, demak original bo'ladi. Aka ham ishonib ishonmay, aka o'zi qanday bo'ladi aka, rostdan berasizmi, bermaysizmi deb o'ylanib o'tkazdi. Ha, endi xudo xolasa hozir iPhone 17 Pro Max'ni topshiramiz akamizga. Atir xarid qilgan. Esaro Mission o'zimning atirim bo'ladi, hozir ko'rsatamiz. Atir xarid qilgan, o'sha atirni xarid qilgani uchun aksiyada 17 Pro Max qo'yilgan. Xudo xolasa mana ikkinchi ishtirokchimizga topshiramiz. Bu ID raqamlar hammasi ertaga 17 iyun kuni 3 dona avtomobilga ishtirok etadi. Mo'lda 2 dona qo'lda pul sovg'alari. Hozir yana ko'rishamiz deb umiddaman. Alloh xohlasa. Bo'lmasam hozir biz sovg'alarni olib kelamiz. O'rtoqlar, 17 Pro Max. 17 Pro Max glavniy emas. Eng asosiysi bu yerda hozir ko'rsataman nima. Hozir qo'ysam bo'ladimi? Ha, bemalol. Bo'lmasam eng asosiylari mana. Akamizda endi o'rtoqlar podarka qilasizlar. Yaxshi qilasizlar, xudo xolasa. Shuni taxlayman. Женский, мужской dedi akamiz. Женский mana ular mужской aka. Bitta bir qani bir tavsiya beringchi, qanday qilib? Yaxshimidi, yaxshi emasmi? Bizga ham ko'raylik. Gap yo'q. Zo'rmi? Gap yo'q. Olsa arziydimi? Arziydi. Bo'ldi. Bu Bular aziz obunachilar, mana shu Esaro Mission departament degani o'zimning atirim bo'ladi, o'zimning brendim bo'ladi. Shuni orqasidan Xudoning akamizga iPhone 17 Pro Max original deganman. Aka bir ochib bemalol ko'rsata olasizmi? Ha? Qanday iPhone 17 Pro Max original. Aka qani? Tabriklaymiz. Yaxshi kunlarda ishladik. gap bo'lishi mumkin. Bitta ochib qani bitta eng buni mazza qiladigan joylari bo'ladi. Shuni oching qani, originalmi, original emasmi ko'rsinda endi. Narxlarimni Negativchilarga. Muborak bo'lsin. Hammaga nasib qilsin. O'ynaylar. Keyingi ishtirokchilarimizga ham navbatma-navbat boryapmiz. Uyda kutamiz o'rtoqlar, shaxsan o'zim borib topshiraman. Qani bitta bismillah. Ay, bismillah deyapsiz, молодец. Isming nima? Boboshoq. Hamma yonishimda, o'yinda yonishim. gap bo'lishi mumkin emas.
bitta bilinadi. Aka men juda ham xursandman. To'g'risi, men tasekkilanganman. Sizlar ham birgalikda izolashib turdim. Bunaqasiga qoyil qoldim. Mana Sirdaryodan shunaqa xursandmiz. Yana ham chiqarsin. Men har doim xursand bo'laman. Har bitta obunachilarga mana shu narsalar topshiriqlarni juda ham xursand bo'laman. O'sha obunachilarga aytaman, qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlasalaring men shuncha qilaveraman. Jalka emas. Xursandmisiz? Originalmikan? Bitta akamiz tekshirib olsin, men tushunadigan akamiz bor. Original. Originalmi? 100%. Rozimisiz? Roziman. Xudo xolasa juda yaqinlarim, alilarim ko'p. Shaxsan mana shu gollar ham qiziqish bildiryapti. Avvalasi o'yin zo'r. O'yinda Xudo xolasa 10-chisi hokimi ham avvalo nasib shunaqa xursandchiliklarga sherik bo'lsin. Bular ham ikkalar ham sizlar ham. Xudo xolasa, o'rtoqlar men bir narsani so'rab qolaman. Qancha ko'p qo'llab-quvvatlash zo'r bo'lsa, o'yinimiz ham shunchalik chiroyli bo'lib o'tadi. O'yinimiz shunchaki o'yin emas, bilasiz? Bilaman. O'sha tashlaydigan pullarga eng muhim narsa atir. atirni xarid qilgan obunachilarimizgina qatnashadi. ID raqamlarini qabul qilasiz. O'sha ID raqamlar aynan mana shunday avtomobillarda va O7 Pro Max'da. O7 Pro Max bu sovg'a. Bu aksiyada bo'lgan sovg'a edi. Ko'pchilik ishonmadi aka. Bo'lishi mumkin emas, uncha summaga iPhone 7 Pro Max bermaydi degan gaplar ko'p. Endi xudo xolasa nima qilamiz? Endi topshirish bizdan, sizlar kutasizlar. Like'larni bosib, kommentariyada turibmiz. Har bir daqiqada qarab kuzatib turibmiz. Yangiliklarni chiqaravering. Xudo xolasa. Xursandmiz. Men ham xursandman aka. Yaxshi kunlarda ishlating. iPhone 7 Pro Max o'rtoqlar, keyingi safar siz bo'lasiz. Bitta like bosing, kommentariyani banglating. Eng asosiy sovg'amiz to'lqinli kvartira bo'ldi, bilasiz, Hammasi. Borsangiz uyda ham shunday joy ko'rsataman. Nima qilamiz uning uchun? Adreshga qilamiz o'rtoqlar. Atirlarni xarid qilamiz va ID raqamlarini qabul qilib, sovg'alarni lishni mendan shaxsan o'zimdan qabul qilasiz. Obunachilarimizga bir narsa deng endi. Obunachilarga oxirigacha umid uzish yo'q. O'ynash kerak. Yo'q. Bor narsa, hech narsadan qo'rqishaman. Chunki shaxsan o'zim shu Sirdaryolikman. Tag'in o'ylamanglar o'zlaridan qilib. Lekin bor narsa. Men bu akani qarindoshi yo bir Tanishmasmiz. Birinchi marta ko'rishdim. Bolalar ham hayron ham. Mana keng aka sizlar Oxirigacha ishonmay keldik, rostdan. Men oxirigacha ishonmadim lekin. Keyin haqiqatan ishonmadim. Hazillashyapti dedi, rostdan hazillashyapti. Bu sizni aytib o'tganimdek, meni kanalimda birinchi yutuqingiz bo'lsin. Bu yutuq davomli bo'lsin. Tilakdoshim akalarimizdan ishonib-ishonmay kelibdi. Xudo xolasa bayramda bugun qilamiz endi, nima deymiz? Hammaga nasib qilsin akalar. Biz shu yerda xohlagan paytimiz 7:24 kilometr bo'ldi, men o'zimizni. Sizlarga ham rahmat. O'rtoqlar, like bosamiz, yaqinlarga ulashib qo'yamiz, Ulug'bek Qayum tomon podashlik qilamiz. Hammaga omad. Hammaga omad. Kutamiz bu.